Azizlar, Kamin Akmal sizlar bilan birgalikda Parpizoda Viza markasi tomonidan sizlarga yangiliklarni taqdim etib boramiz. Bizga ko'plar berayotgan savol, mijozlaringlar ko'p. Buni sababi nimada degan savollarga javob beramiz. Sababi bizada eng asosiysi ishonch va bizani kelayotgan mijozlarimizni ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Undan keyin esa to'lovlarimiz oshiqcha emas, o'sha davlat standarti belgilangan to'lovlarda to'lov qilinadi va biza mutaxassislarimiz juda ham oliy ma'lumotli mutaxassislar sizni aynan viza olishingizga o'zlarini bilimlaridan kelib chiqqan holatda viza olishga imkon qadar sizni hujjatlaringizni chiroyli qilib to'plab viza markaziga yetkazib borishga harakat qilishadi. Har doimgidek muammo bo'lmasa, albatta vizani qo'lga kiritishadi. Shuning uchun azizlar, siz avvalo tashrif buyuring, biz bilan suhbat quring, biz sizga noldan oxirigacha tushuntirib, viza olishingizga ko'maklashamiz azizlar.